Aravonni sentridan 5 sotiklik joyimiz mana shu pomesheniyamiz arendaga beriladi. Akalar, bu joyimizni ma'lumot beradigan bo'lsam, uzunasiga 33 metr, uzunasiga, eniga 14,5 metr. 14,5 metr. Taylarida steshkasi quyilgan, ko'rib turibmiz, ustilari chiroqli bo'lib yopilgan. Xo'p, hojatxonasi bor, hojatxonalar qilib qo'yilgan va bu tarafida katta hovuzi bor, suvlari ham bor. Suv, svetlardan umuman problema yo'q. Aravonni sentrida-yu. Aravonni sentrida. Endi bu yerda xohlasangiz bir shvenniy sex qilmoqchimiz, o'zingiz bilasiz-da, bu bironta biznes plan bilan joy chiqib qolsa ishlataman deb yurgan akalarga mana bu videoda обязательно layk bosib, поделиться qilib jo'natib qo'yasizlar akalar. Xohlasanglar biron narsa bir sklad qilasizlarmi, nima aksiyalar ham aytaverasiz, sababi sentrda. Sentrda. Xo'p, adresga keladigan bo'lsam, Aravon rayonida yana har doimgi ko'chamiz Abdulla Hoshimov ko'chasi. Abdulla Hoshimov ko'chasi qaysi edi u uka deganlarga, xo'p, avtovokzaldan Kommunizmga, ya'ni madrasa bor-ku, madrasaga qarab ketgan yo'limiz bor, yangi ko'prikka ketgan yo'limiz. Ana shu yo'lga kirganimizda o'ng qo'l tarafimizda где-то bir 70-80 metr yurganimizda o'ng qo'l tarafimizda Mo'lbuloq banki bor-ku, Mo'lbuloq bankiga yetmasingizdan o'ng qo'lda darvoza bor. Ana shu darvozadan to'g'ri kirib kelsangiz mana shu joyimizga kelasiz. Xo'p, egasining nomerlarini ekranda qoldirib ketyapman. Egasiga telefon qilib, arenda narxlarini, aka necha yilga berasiz, qanaqa shartlar bilan berasiz deb egasi bilan gaplashib ko'rsanglar bo'ladi. Senasini-yu, bir yillarini o'zingizni bir nimaga ishlasangiz shunga qarab dogovorlarni kelishib olasizlar akalar. Mana bu videomizga обязательно like, bizni kanallarga podpiska bosib ketish, eshiklardan chiqmasin va reklama xizmatlari kerak bo'lsa yuqorida telefon nomerlarini qoldirib ketyapman, telefon qilaveramiz. Rahmat.